Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bugun e'tiboringizga Haval tarixida, ya'ni O'zbekistonda birinchi gibrid mashinalaridan bittasi Haval H7 bo'yicha gaplashamiz. Ushbu Haval H7 modelini 2 kun bo'ldi kirib kelganiga. Bugun mana YouTube narxlar 2026 kanali maxsus sizlar uchun shu videoni tayyorlayapti. Ushbu avtomobilimiz Haval H7 modeli. Bugungi kunda O'zbekistonda 4 ta pozitsiyasi ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Sotuvlar ham boshlandi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi pozitsiyalari narxlari 399 milliondan boshlanadi, 479 million so'mgacha. Birinchi, ikkinchi pozitsiyalarimiz benzinli 2 turbina motor bilan jihozlangan bo'ladi. Uchinchi hamda to'rtinchi pozitsiyalarimiz gibrid 1.5 turbina motor qo'shimchasiga elektrический motor bilan jihozlangan bo'ladi. Ushbu avtomobilimiz 449 million so'mlik gibrid modelimiz. Bu modelimiz o'rtacha polniy zaryad bilan benzin, elektr polniy to'ldirganingizda 1200 kilometrgacha yo'l bosa oladi. O'rtacha 100 kilometrga 6,5 litr benzin rasxod qiladi. Ballonlarimiz 19. Hop, GT yaponskiy ballonlar bilan jihozlangan bo'lib, ushbu avtomobilda xarid qilgan mijozlarimiz umuman ballonni almashtirishim kerak, shumka qilishim kerak degan narsa bu avtomobilda yo'q. Tayyor holatda olasiz, minasiz. Ushbu avtomobilimizga 36 oygacha foizsiz o'zini pulini bo'lib to'lash imkoniyati bor. Pastdagi nomerlarga murojaat qiladigan bo'lsanglar, batafsil ma'lumot beraman. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, avtomobilda qanaqa funksiyalari bor, qanaqa darajadagi avtomobil sizlarga to'liq tushuntirib beraman. Birma-bir ko'rib chiqamiz. Hozir birinchisi motordan boshlasak, yoki hozir men kapotni ochaman. Ko'rishingiz mumkin, kapot ostida 1.5 turbina motor hamda shu elektrimizni o'zini akkumulyatori joylashgan. Ushbu avtomobil 150 kilometrgacha elektrda harakatlana oladi. Kapotlarni ko'rishingiz mumkin. Juda ham qalin, 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha mashinaga motor, miya, korobka, elektronika sistemalariga garantiya beriladi. Oldi obrisovkalariga ham bitta e'tibor berishingiz mumkin. Juda ham bir boshqacha. Buni shundoq, agar biz uzunligini o'lchaydigan bo'lsak, 1 metr 95 santimetr chiqadi. Hop, bu yog'iga uzunligini aytadigan bo'lsak, 4 metr 80 santimetr chiqadi. Hop, yerdan balandligi 1.85 tashkil qiladi. Ushbu avtomobilimiz nedorojniy, umuman yo'l tanlamaydi. Hamma yo'llarda 8 ta rejimdan foydalangan holatda harakatlanishingiz mumkin. Avtomobil sensorli beskuvchoy dostuplardan tashkil topgan. Saloniga ham bitta e'tibor berib qo'yasiz aka. Salonining 3 xil rangi bor: oq, qora, apelsin salonlari bor. Mijozlarimiz o'zini xohish istaklariga qarab salonlarini ham zakaz qilishsa bo'ladi. Endi rullarga bitta e'tibor bering. Minimalizm uslubida ishlab chiqarilgan multi funksionalniy rul bo'ladi. Bu avtomobilimizda голосовое управление deysizmi, head-up display deysizmi, beskuvchoy dostup, bespроводной zaryadniy, adaptivniy kurs kontrol, xullas kim siz nimani xohlasangiz hamma funksiya ushbu avtomobilda bor. Yana bitta yangilik, bu avtomobilning orqa oynasi qoraytirilgan, kuydirilgan holatda, zavodskiy shunaqa holatda Black Edition'li bo'ladi. Kamiga saloniga yana ham komfortlik berish uchun bundaqa pardalarni ham qo'yib qo'yganmiz aka. Bemalol zavodskiy bo'ladi. Bundan ham qo'shimcha foydalanishsa bo'ladi. Juda ham chiroyli, o'z zavodskiy joylari bilan ishlab chiqarilgan. Orqa sidinalarimizni ham bitta ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi. Orqada ham abagreiflar bor. Sidinalarimiz ko'rinishiga bitta baho berasiz. Bu yerda avtomobilimizni baki joylashgan. Bu yerda benzin bakidan
92 yoki undan yuqori benzinlarni quygan holatda foydalanishlari mumkin. Qo'shimcha ravishda elektritskiy bakni ham bitta ko'rsatib qo'yay aka. Keling bu yoqqa. Mana bu yoqda elektritskiy bakimiz joylashgan. Hozir kalit mana. Bu yerda agar shu elektrlash stansiyalarida zaryadlamoqchi bo'lsa, mijozlarimiz bu orqali, uyda zaryadlamoqchi bo'lsalar, bu orqali bemalol avtomobilni tokda zaryadlab harakatlanishlari mumkin. Avtomobilning orqasidan ko'rinishi, bu avtomobilimiz 5 kishilik bo'lishiga qaramasdan yonga ochiladi. 220 volt tok chiqarish funksiyasi bor avtomobilda. Orqalari ham juda ham keng, 600 litr tashkil qiladi bagajni o'zi ham. Avtomobilda kerakli narsalar hammasi bu yerga joylashtirilgan. Qo'shimcha ravishda mana 220 volt tok olishingiz uchun maxsus joylar ham qo'yib ketilgan. Panorama tom, xullas hamma narsa ushbu avtomobilda bor. Qo'shimchasiga hamma mashinada 4 ta balon bo'lsa, bizda 5 ta balon bor. Mana diska balonlari ham o'ziniki bilan farq qilmagan holatda o'rnatib qo'yilgan. Orqalariga e'tibor beradigan bo'lsanglar, shu Hammerning ko'rinishini ham berib yuboradi. Mening fikrimcha juda ham chiroyli avtomobil, keng avtomobil. Xo'p, bugungi kunda O'zbekiston iqlimida kim qanaqa talab xohlayapti desangiz, shu olganimdan keyin qo'shimcha rasxod qilmasam deb o'ylashadi. O'shaning uchun balonlarini, shu izolyatsiyalarini ham tayyor holatda qilib, haydashlar uchun tayyor qilib qo'ygan ushbu avtomobilni. Kelib bemalol ko'rib, avtosalonimizda ushbu avtomobilni haydab ko'rgan holatda bir kunda shu o'rtacha 4-5 soatda avtomobilni xarid qilib chiqib ketishsa bo'ladi. Bu avtomobilimizni xarid qilish yo'llari bo'yicha boshlang'ich to'lovlariga qarab 36 oygacha foizsiz yoki 5 yilgacha imtiyozli tariflarda hisoblab beramiz. Mijozlarimiz pastdagi nomerlarga murojaat qilishsa, Telegram orqali hamma axborotlarni tashlab beramiz. Qo'shimcha avtomobillarimizga ham, boshqa avtomobillarimizga ham rastrochkalar ochilgan. Uni ham keyingi videolarimiz davomida aytib o'tamiz. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsanglar, javob berishga harakat qilamiz.